Nega uchrashdik deb so'radim Xudodan. Nega yana sevaman hech qachongidek. U esa javob berdi. Yana biroz sabr qil. Men tez orada sizni abadiy ajrataman. Siz birga bo'lmaysiz. Buni bilasan. Bu hayotda emas. Tushun. O'zing ham juda yaxshi tushunasan. Qonunni bekor qilib bo'lmaydi. Qancha urinma. Axir sen so'raganding. U bilan bir lahza yonma-yon bo'lishni. Bir zum uning ko'zlariga qarashni. Menga hozir sening minnatdorchiliging kerak emas. Garchi bilaman, sen meni la'natlaysan. Men senga so'raganingdan ko'proq berdim. Garchi qisqa muddatga, garchi abadiy emas. Lekin sen bu haqda iltijo qilmaganmiding? Axir sen u bilan baxtlisanmi? Men esa javob berdim. Ha. Axir sen buni xohlamaganmiding? U bilan bir necha daqiqa baxtli bo'lishni. Ilgari ayta olmagan hamma narsani aytishni va uning nazokatining hidini hidlashni. Sen o'pinch so'rading. Men sizga tunlarni berdim. Sen nazokat so'rading. Men ixtiros berdim. Men sizga ko'proq berdim. O'zingni behuda qiynama. Balandlikdan tushish doim shunchalik og'riqli. Eslaysanmi, Xudo? Men sendan so'ragandim. Uning bir qismi men bilan qolsin. U esa g'amgin va tushkun holda javob berdi. Men bu baxtni boshqasi uchun tayyorlaganman. Borini asra. Bo'lgan narsaga achinma. Shunchaki esla. U sening taqdiringda bo'lgan. Sevgan nazokatingni esla. Men uni yana qaytaraman. Lekin faqat tushingda. Nega uchrashdik deb so'radim Xudodan. Nega yana sevaman hech qachongidek. U esa javob berdi. Yana biroz sabr qil. Men tez orada sizni abadiy ajrataman.